2 xonali va 3 xonali ikkita kvartira korobka holatda tushyapti azizlar. Turkiston жилой kompleksidan eng past etajdan, ya'ni 3-qavatdan boshlanadi. Hozir kiramiz, bittasi 72 kvadrat, ikkinchisi почти 100 kvadrat, ikkoviga ham balkon, katta balkonlar mavjud azizlar. Mana yetib keldik 3-qavat, ya'ni 1-2-qavatlar noturar joy bergan. 3-qavatdan kvartira, yashash uylar boshlanadi. Xo'p, lift shaxtasi, bitta kvartira, ikkita kvartira. Bizning ikkita kvartiramiz ana bular. Xo'p, 2 xonali 71-20 kvadrat va balkonchasi ham mavjud. Ketib sразу ko'ramiz. Xo'p, zaldan boshlaymiz. 2 xonali katta 4 burchak zal. Har bir xonasiga azizlar balkonga chiqish joy bu. Romlari da pola bo'ladi. Xo'p, balkon, katta balkon. Balkon 24 kvadrat, почти 24 kvadrat. Xo'p, zal juda ham ajoyib planirovkasi, 4 burchak. Spalni prixoshka, kirib kelish eshigi azizlar. Mana bu spalnimiz. Spalni romlari da pola va albatta balkonga chiqish. Xo'p, balkonni ayvon qilib, bemalol barbekyu zona bemalol qilib bo'ladi. Ayvoncha qilib. Xo'p, spalni kirib kelish eshigi, sanuzel azizlar. Sanuzel katta, совмещенный va katta oshxona azizlar. Gaz kelgan, vitishkalar kelgan, romlari da pola, 3-qavat va balkon. Balkoni uzun azizlar, juda ham katta. Ushbu Turkiston жилой kompleksni bokovoy joylashgan, ana bu yerga gostinitsa, afsona, futbolni poli yon tomonga joylashgan. Xo'p, ketdik endi 3 xonalik 99-60 kvadratlikni ko'ramiz azizlar. Xo'p, ana podyezdga chiqdik biz va 3 xonalikka kiryapmiz azizlar. 3 xonalik. Ketdik, zaldan boshlaymiz. Xo'p, 99-62 kvadrat azizlar. Zal 3 xonalik 4 burchak, romlari dapola bo'ladi inshaalloh. Xo'p, balkon, uglovoy balkon, katta balkon, zal, katta proyon qilgan duxpoli eshiklari bo'ladi. Keyingi xonalarimiz spalni детский. Spalni menimcha, ana spalnimiz, ana пожалуйста. Жилой kompleks Turkiston. 3-qavat, 3 xonali. Xo'p, детский azizlar. Hamma yoqda ana shunaqa akvaromlar bo'ladi azizlar. Va koridor, uzun koridor bizga va oxirgi joyimiz oshxona. Mana bu joyimiz oshxona, gazli truba kelgan va balkon. Yana bitta balkon. Umumiy maydonli balkonlarni, xo'p, 14 kvadrat. Bu bilan zaldagi balkon ikkovi 7 kvadratdan 8 kvadratdan почти. Mana shunaqa ajoyib balkonli oshxonamiz va albatta sanuzel azizlar, совмещенный sanuzel. Narxi 6.500 dan, lokatsiyasi hammaga taniqli. Oldingi avtovokzal joyi, afsona to'yxonasi, Turkiston жилой kompleks 3-qavatidan telefon qilinglar, baraka qilinglar, всех от души уважаю, премиум mulk.